Assalomu alaykum. Bugungi video darsimizda accounting modulini ko'rib chiqamiz, ya'ni buxgalteriya bo'limi. Hozir birinchi bo'lib buxgalteriya accounting moduliga kirib olamiz va ko'rishingiz mumkin, dashboard ochiladi, ya'ni bosh sahifa. Bosh sahifani o'ng tomonda bank bo'limiga o'tamiz va transactions tugmasini bosamiz. Shunda bank operatsiyalari ro'yxati chiqadi va biz ham yangi operatsiya qilsak bo'ladi. Misol uchun, birinchi bo'lib new tugmasini bosamiz, ya'ni yangi degan tugmani va u yerda fuel deb yozdim, ya'ni benzin uchun. Sherik sifatida Abigail Pattersonni tanladim va summaga kirgizamiz. Kiritilgan ma'lumotlarni saqlash uchun add and close and add and new degan tugmalar bor. Add and close ni bossam qo'shaman va yopaman. Add and new ni bossam qo'shaman va yangi ochaman. Shundan so'ng buxgalteriya sahifasiga qaytib, o'ng tarafdagi reconcile tugmasi orqali hisob-kitobni to'g'rilab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Yuqori menyudan customers tugmasini bosib, invoice ya'ni hisob fakturalar bo'limiga o'tib olamiz. Qidiruv qatorida filtrlarni ochib, guruhlashimiz, filtrlashimiz mumkin bo'ladi. Shu yo'ni o'zida filtrlarni o'zgartirib, statusi draft yoki post holatlarini ham tekshirishimiz mumkin fakturalarni. Keyin yuqoridagi menyudan yana customersdan credit notes qismiga o'tamiz. Bu yerda ham kerakli filtrlarni tanlab, bekor qilingan yoki tasdiqlangan hujjatlarni tekshirib chiqamiz va xohlasak yangi yaratishimiz ham mumkin. Navbatdagi qadam, yuqoridagi menyudan customers tugmasini bosib, payments ya'ni to'lovlar qismiga o'tamiz. Ochilgan sahifada yuqori chap burchakdagi new tugmasini bosib, yangi to'lov oynasini ochamiz. Bu yerda customers qismiga mijoz nomini yozamiz, amount katagiga summani kiritamiz va yuqoridagi confirm tugmasini bosish orqali to'lovni tasdiqlashimiz mumkin. Shundan so'ng u in process holatidan paid to'landi holatiga o'zgaradi. So'ngra menyudan yana customers, keyin batch payments tanlaymiz va kirib olamiz. Bir nechta to'lovlarni guruhlash oynasi ochiladi. Ma'lumotlarni to'ldirib saqlaymiz. Shu qatorda mahsulotlar ro'yxatini ko'rishimiz mumkin. Bu products. Kerakli mahsulotlarni qidirib topishimiz ham mumkin bu yerda. Endi vendors menyusi, ya'ni ta'minotchilar. Bu yerdan bills, ya'ni hisoblar hamda refunds bo'limlarini ochib, xuddi shunaqa qilib ta'minotchilardan kelgan hisob fakturalarni va qaytarishlarni tekshirib ko'rishimiz ham mumkin bo'ladi. Va vendor payments bo'limiga o'tib, new tugmasi orqali to'lov qo'shishimiz mumkin. Ta'minotchini tanlaymiz, bank hisob raqamini kiritamiz va kerakli ma'lumotlarni to'ldirib, to'lovni tasdiqlab olamiz. Shundan so'ng vendor batch payments va products bo'limlarini o'tib, ta'minotchilar ro'yxatini va ular bilan bog'liq mahsulotlarni ko'ra olamiz. Endi accounting bo'limidan journal entries qismiga kiramiz va buxgalteriya jurnallar yozuvlarini qo'shish uchun new tugmasini bosamiz. Hisob raqami, sherik va summalarni kiritib olishimiz mumkin. Va ko'rishingiz mumkin, hozir u draft holatda turibdi. Debit ustunida bo'shga tayildi. 1000 raqam bilan debit kirgizdim va shu bilan birga kredit ham kirgizishimiz kerak bo'ladi. Add line qilib ham debit ham kreditni kirgizib olamiz. Va u yerda partnerni hamda analytic distributionlarni hammasini tanlab olamiz va loyihalarni ham tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Ma'lumotlar to'liq kirgizilgandan keyin post tugmasini bosib, yozuvlarni tasdiqlanib, sahifa o'zgarganini ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagi menyudan accounting bo'limiga o'tamiz, analytic items qismiga kiramiz. Analitik elementlar sahifasida kiritgan ma'lumotlarimiz va ularning loyihalari ko'rinadi. Bu yerdan yana accounting menyusiga qaytib olamiz. Menyuda analitik budget bo'limini tanlaymiz, budjetlar ro'yxatiga o'tamiz va budget optimistic 2026 ustiga bosib, uni tafsilotlarini ko'rib chiqamiz. Keyin yana accountingdan assets, ya'ni aktivlar bo'limiga o'tamiz. Mavjud asset 5 years ustiga bosib, uni ma'lumotlarini ochib va yuqoridagi modified depreciation tugmasini bosib tahrirlashimiz mumkin bo'ladi. Aktiv nomi, ya'ni asset name model 1 deb yozdim va o'zgarishlarni saqlaymiz. Shundan so'ng yana aktivlar ro'yxatiga qaytishimiz mumkin bo'ladi. Endi accounting menyusidan loans, ya'ni qarzlar bo'limiga o'tamiz. Yuqoridagi chap burchakdagi new tugmasini bosib, yangi qarz yozish oynasini ochamiz.
Qarzi nomini for employee deb yozdim. Olingan summa amount borrowed ketagi qarzi qanchaligini yozamiz va foiz raqamlarini kiritib olamiz hammasini. Pastdagi jadvalga tushamiz. Sana va summalar qismiga mos ravishda belgilab olamiz. Ma'lumotlar to'ldirilgach, yuqoridagi confirm tugmasini bosamiz. Qarz tasdiqlangach, holatda running ishlayapti bo'lib o'zgaradi. Xohlasak uni close yoki cancel qilishimiz mumkin, ya'ni yopamiz yoki admin qilib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Keyin asosiy menyudan avtomobillar bo'limiga o'tib olamiz. Yuqoridagi new request tugmasini bosib, mashina modeli sifatida Volvo FM ni tanlab oldim. Davlat raqami, ya'ni license plate kirgizamiz va haydovchi sifatida Abigail Petersonni tanlaymiz. Mashina yaratilgach, yana asosiy buxgalteriya menyusidan qaytamiz va reconcile bo'limiga o'tamiz. Bu yerda avtomatik qo'lda moslashtirish, ya'ni reconcile qilish mumkin. Barcha tranzaksiyalar ro'yxati chiqadi. Ochilgan oynada Secure Entries tugmasini bosamiz. Ko'rsatilgan sanagacha bo'lgan yozuvlarni qat'iy qulflashimiz mumkin bo'ladi. Yuqoridagi Review menyusiga kiramiz. U yerdan Journal Items bo'limiga o'tamiz va bu yerda barcha amalga oshirilgan operatsiyalar ro'yxatini ko'rishimiz mumkin. Endi Review menyusidan Journal Audit bo'limiga kirdim. Bu yerda soliqlar va hisobotlar jadvali chiqadi. Yuqoridagi filtrlar orqali qoralanma yoki tasdiqlangan yozuvlarni saralab ko'rishingiz mumkin. Yana review menyusida va u yerda inventory, purchase, sales bo'limlarida qo'shimcha tahliliy oynalarga qadam-qadam o'tamiz. Misol uchun working files, inventory, valuation, depreciation schedule va hokazolarni ko'rishimiz mumkin. Inventory valuation oynasida ochildi va bu yerda boshlang'ich balans va ombor qiymatlari, debit, kredit holatini ko'ramiz. Depreciation schedule oynasiga o'tamiz. Hozir bu yerda ma'lumot yo'q ekan. Va albatta depreciation schedule bo'lishi bilan bu yerda ma'lumotlar ko'rinishni boshlaydi. Loans analysis oynasiga o'tamiz, ya'ni qarz analitikalari va qarzli tahlili va to'lov jadvallarini tekshirishimizda ko'rishimiz mumkin. Bill to receive bo'limiga o'tamiz. Bu yerda yetkazib beruvchilarda kelishi kerak bo'lgan hisob fakturalar ro'yxati chiqadi va ulardan birini tanlaymiz. Tanlangan purchase order xarid buyurtmalari tafsilotlari ochiladi. Bu yerda mahsulot miqdorlari, narxi, summasi va boshqa ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, xabarlar yuborishimiz mumkin. Audit trail oynasiga kassa usuli va boshqa filtrlarni yoqishimiz mumkin. Cash flow statement, ya'ni pul oqimlari to'g'risidagi hisobot oynasiga o'tib, pul oqimlarining kirim va chiqim harakatlarini kuzatishimiz mumkin. Trial balance, ya'ni sinov balansi hisobotini ochamiz. Bu yerda boshlang'ich balans, davriy va yakuniy balans ko'rsatkichlarini solishtirish uchun ustunlarni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. General ledger, ya'ni bosh daftar hisobotiga o'tib, umumiy buxgalteriya ma'lumotlarini qadamlab tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Partner ledger, ya'ni kontragentlar balansi hisobotiga o'tamiz. Bu yerda hamkor, ya'ni partners, ya'ni kontragentlarni bo'yicha filtrlab tanlab, ma'lum bir mijoz yoki xodimni balansini alohida ochib ko'rishimiz mumkin. Aged receivable and aged payable bo'limlariga o'tib, muddati o'tgan debitorlik yoki kreditorlik qarzlarini muddatlar bo'yicha tahlil qilishimiz mumkin. Tax report, ya'ni soliq hisoboti oynasiga o'tib, soliq stavkalari va summalarini tekshiramiz. Fiscal report oynasiga o'tib, hozircha bu yerda ma'lumot ko'rsatilmagan. Invoice analysis hisob fakturalar tahlili bo'limiga o'tib, grafiklar va diagrammalar ko'rinishida tahliliy ma'lumotlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Analytic report oynasiga o'tamiz. Bu yerda o'lchovlar, ya'ni measures tugmasini bosib, miqdor va summalar bo'yicha hisobotlarni sozlab olishimiz mumkin. Executive summary, rahbariyat uchun qisqacha xulosa. Budget report, byudjet hisoboti. Bu oynaga o'tamiz va bu yerda byudjet rejalari, bajarilgan ko'rsatkichlarni ko'rishimiz mumkin. Uni elektron jadvalga, ya'ni spreadsheetga o'tkazib olishimiz mumkin bo'ladi. Buni insert and spreadsheet tugmasini bosish orqali amalga oshiramiz. Product margins, mahsulot marjasi oynasi ochiladi. Bossak, bu yerda sana oralig'i va invoice state holatlarini tanlab, mahsulotlarni foydaliligini hisoblashimiz mumkin bo'ladi.
Va yana yuqoridagi configuration tugmasini bosib, ochilgan ro'yxatdan settings bosamiz. Buxgalteriya sozlamalari sahifasi bu. Bu yerda fiscal localization, accounting import va boshqa asosiy parametrlarni ko'rishimiz, ularni sozlashimiz mumkin bo'ladi. Va yana configuration menyusini bosib, bu safar taxes bo'limiga o'tamiz va mavjud soliqlar ro'yxatini ko'ramiz va sozlab olamiz. Configuration menyusidan chart of accounts, ya'ni hisoblar rejasi bo'limiga o'tamiz. Bu yerda raqamlar bo'yicha hisob raqamlarini filtrlashimiz va qidirishimiz va ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Hisoblar rejasi, misol uchun 600 ming expenses va 620 ming bank fees xarajatlar hisoboti raqamlarini ochib tekshirishimiz ham mumkin. Endi configurationdan journals, ya'ni jurnallar bo'limiga o'tamiz va jurnallar ro'yxatini ochib, bu yerda sales, purchase, bank, miscellaneous operations va boshqa jurnallarning turlarini ko'rishimiz mumkin. Cash basis taxes jurnalini ochib, uni sozlamalarini ko'rib chiqdim. Jurnallar sahifasida yuqoridagi chap burchida new tugmasini bosib, yangi jurnal yaratishimiz ham mumkin. Misol uchun cash uchun, ya'ni naqd pul uchun. Type ham cash, ya'ni naqd pul qilib belgiladim va kerakli ma'lumotlarni to'ldiramiz, tekshiramiz va saqlaymiz. Configuration menyusidan currencies, ya'ni valyutalar bo'limiga o'tib olamiz. Valyutalar ro'yxati ochiladi. Bu yerda USD, UZS va boshqa xalqaro valyutalarning kurslari hamda oxirgi yangilangan vaqtlari ko'rsatilgan. Configuration menyusidan fiscal positions bo'limiga o'tib, soliq stavkalari moslashuvini ko'rib chiqamiz. Configuration menyusidan tax groups bo'limiga o'tib, soliq guruhlari va ularning hisob raqamlari sozlaymiz hamda saqlab olishimiz ham mumkin. Configuration menyusidan cash roundings, naqd pulni yaxlitlash bo'limiga o'tib olamiz va yangi yaxlitlash qoidalarini yaratishimiz ham mumkin. Yaxlitlash oynasida nomini yozib, qadamlar va hisob kitoblar usullarini, ya'ni running methodlarni belgilab olamiz. Configuration menyusidan account tags, ya'ni hisob taglari va boshqa qismdagi analytic accounts hamda analytic plans sozlamalarini ko'rishingiz mumkin. Analytic accounts bo'limiga o'tamiz va mavjud analitik hisoblar ro'yxatidan tanlab olib, ularning tafsilotlarini ochamiz. Configuration menyusidan analytic plans bo'limiga o'tamiz. Yuqoridagi new tugmasini bosib, yangi reja qo'shamiz. Nomi misol uchun location, ya'ni lokatsiya bo'yicha qilmoqchiman. Va yana analytic accounts bo'limiga qaytamiz va new tugmasini bosamiz. Analitik hisobga Toshkent deb yozdim. Rejasini plan deb belgiladim. Va bu analytic distribution degan polkada endi Toshkent location bo'lib ko'rinishi mumkin bo'ladi. Analitik hisoblar ro'yxatining eng pastki qismida biz yaratgan Toshkent hisoboti muvaffaqiyatli qo'shilganini ko'rdingiz. Va nihoyat yuqoridagi menyudan dashboard tugmasini bosib qaytib oldim. Shu bilan accounting moduli bo'yicha darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollaringiz bo'lsa kommentda qoldirishingiz mumkin. Salomat bo'ling.